Xush qadrli do'stlar, Istanbulda hali ham shu ajoyib. Biz kichkinalar bilan bu o'ynaymiz mazza qilib. Oppa! Hamma oilasi bilan bugun yakshanba kelib dam olibdi. Faqatgina 1-2 yildan beri bu yerda olov yoqish mumkin emas deb qo'yishgan, mangal ya'ni shashlik qilishadi, unaqa mumkin emas. Oldinlari mumkin bo'lardi. O'shanga hozir tayyor olib kelyapti mana bunaqa. Havo juda ham ajoyib. O, naryoqda dengiz bor. Hozir dengizga ham o'tamiz. Sohil. Dam yaxshi o'tyapti. Hammalarga